Assalomu alaykum qadrli obunachilar, vatandoshlar. Mana Andijon moshina bozoriga Damas 3. Damas 3 kelibdi, mana ko'rasizlar. Damasning akasi ekan mana. Mana hamma narsasi bilan oldi ekan, antifriz-yu, boshqasi-yu bilan. Konditsioner bor ekan, gidrolika bor ekan mashinamizda. Mashinaning ichki holatlari akalar mana. Har doimgidek oyna ko'tarib tushirishlar, lekin ichki holatda mana old tomon ancha keng ekan mana. Ko'raverasizlar mana. Bu Damas'da oldin birinchi chiqqanda reklama qilgandim, juda prosmotr ko'payib ketgan. Ko'raverasizlar. O'rta sidinasi mana. Orqa tomonlar mana. Injektor motor. Xullas ko'rinish holatlari mana. Ko'rib turibsizlar. Damas'dan ozgina kattaroq, kengroq. Balonlar 13 razmerda mana. Mana ko'rinish holatlari. Narxini aytib o'taylik, 132 million ekan mana. 132 million tarsishlar to'laganga dokument tezroq bitar ekan. Aka, yarmini to'layman, qanaqadir to'lov qilaman desangiz, o'chirdi ekan. Zapaska balonlari metan propan ustanobga qilsa bo'lar ekan. Mana ko'rinish holatlari mana. Aşağı kommentariyada yozinglar, Shaolin degan mashina mana. Damas 3 desam sizlar hammalar vahima qilasizlar mana shu sizlar aytgan Shaolin degan mashina. Oq rangi ham bor, serisi ham bor mana. Ko'raverasizlar. Holatlari yaxshi mana. Mana shu yerda ta'bir etganini qo'yasizlar, bitta odam o'tirib ketaveradi bu yerda. Mana konditsionerlar bor, magnitofonlar bor mana. Rullari boshqacha mana, rushnolari bor. 5 talik korobka. Yana nima kerak sizlarga? Orqa tomon ko'rinish holatlari akalar mana. Oq rangi seriyalarni ko'rsatganimdek. Bosib olasizlar. 132 million so'm ekan narxi, e'tibor beramiz. Naqd to'laganga sraz dokument bitar ekan. Yo'q, men yarmini to'layman deganga 2-3 oy zadeshkasi bor ekan mana. Ko'ravering. Aka nomeringiz nechi edi? 95'lik 95'lik 167 1000. 167 1000. Telegramimiz 95'lik 168 1000. Bo'ldi. Shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar, akadan to'liq ma'lumot olasizlar. Naqd pulga bo'lsa, dokument tezda bitadi. Pulni topshirib qo'yib sekin olaman desalar, 2 oy zadeshkasi bor ekan. 132 million so'm narxi oshibdi. Oldingi safar 127 milliondan qo'ygandik, sotilib ketibdi. Sekin-sekin narxi oshyapti. Bunga talab kuchayyapti.